Qadim zamonda bir qudratli podshoh bo'lgan ekan. Qudrati va shavkati tengsiz ekan. U o'zining kuchi, savrati ko'p g'ururlanar ekan. Podshoh dunyoda mendan ham zo'r odam bormi deb Jironcha Chechan nomli kishiga aytdi. Jironcha Chechan ko'pni ko'rgan, zukko, so'z so'zlashga tili birroq ekan. Jironcha: "Ey taqsir, dunyoda sizdan ham zo'r odam bor. Men topib beraman" debdi. Podshoh: "Topib bera olmaysiz. Dunyoda mendan zo'r odam yo'q. Qudratim va shavkatimning chegarasi yo'q. Xazinadagi boyligimning hisobi yo'q. Istagan odamimni o'ldiraman, zindon qilaman" debdi. Shunda Jironcha Chechan podshohning kichik o'g'lini ko'tarib otasining oldiga qo'yibdi. Bola otasiga: "Ota, suv" debdi. Podshoh tura solib suv olib kelib beribdi. Jironcha Chechan kulib o'tiraveribdi. Bir vaqt bola: "Ota, sut bering" debdi. Sut keltiribdilar. Bola: "Ota, aralashtirib bering" debdi. Podshoh suvni sutga aralashtirib beribdi. Bola: "Ota, suvni sutdan ajratib bering" debdi. Shunda podshohning jahli chiqib: "Sutni suvdan qanday ajratib bo'ladi" debdi. Bola yig'lab xarxasha qilaveribdi. Shunda Jironcha podshohga qarabdi. Podshoh: "Haqiqatdan bola mendan ham zo'r podshoh ekan" debdi. Aziz kitobxon, ushbu kitob ertak kabi qiziqarli ertaklarni o'qishni xohlasangiz, bizning Do'stlik tuman axborot kutubxona markazimizga tashrif buyuring.